Assalomu alaykum. Remontga BMW X6 G06 kuz bo'lib qolganmiz. Doris'taning 2020 modeli tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Bu mashinani ukamiz yangi olishgan ekan. Alloh xayrli qilsin, otalariga sovg'a qilishibdi. Bizga ham nasib qilsin shunaqa ishlar qilish. Hammamizga mashinani bitta ko'ringlar, tayyor xudo xolasa. Bir sidra servis qilib berdik, moylarni alishtirib, hamma joylarini kompyuter qilib, gulushitr vixliplarigacha qilib berdik. Hozir ovozini o'zinglar eshitasizlar. Salon qismi qora kombinirованный qizil bilan panorama lyuk, xrustalniy skorechak, hamma navroti bor. Eshiklarda davodchik. Mashinani orqa ko'rinishi, mashina Larta tuningda juda chiroyli. Gulushitr vixlipi. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Shunaqa mashinalar qilib beramiz chiroyli qilib, sog' bo'linglar.